Bir kontringentimizda shartnoma shartlari buzilish holati bo'lib qolgan, lekin hozirda shartnoma muddati tugagan edi. Unga e'tiroz qilsa bo'ladimi? Javob: O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksini 357-moddasi 5-qismiga asosan, agarda shartnomaning muddati tugagan bo'lsa va taraflarni shartnoma shartlarini buzishi uni javobgarlikdan ozod qilmaydi deb ko'rsatib ketilgan. Ya'ni siz qaysidir hamkoringiz bilan shartnoma tuzdingiz. Masalan, shartnomamiz 31/12/2025-yilgacha amal qiladi, lekin u shartnoma shartlarini buzdi. Ya'ni pulini kech to'ladi yoki bo'lmasam yetkazib berish jarayonlarini kech qildi, markirovka qoidalariga rioya qilmadi, tovarlarning sifatlari buzildi. Force majeure holatlaridan mustasno. Endi bu holatda Fuqarolik kodeksi 357-moddasida aytilar ekanki, shartnomaning muddati tugashi uni javobgarligidan hech qanaqasiga ozod qilmaydi. Agarda siz ham biznesingizda o'zingizni qiziqtirgan savollar bo'ladigan bo'lsa, bizga yozib qoldiring. Biz ularga albatta javob beramiz. Bundan qiziq kontentlarni o'tkazib yubormaslik uchun bizga obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin.